Depegine neymiş için şu meşni 7 bir metre igiz kıldın dese. Uy şu kane yetmeymişler kıldın bunu. Diyen muşu yumurdu da. Muşu yumurdu. Ferhatkamның demekçi bu ne? Ustazım afsus unutup kaptı. Ben bir yumurta yapayım. Töt alim. Bu asli şu alim. Töt alim dedi. Bu bir yumurta bir alimni artık kıvasan. Onun vakalik tip birişin gerek, iş tip birişin gerek. Onun isim koyuşun gerek. Yamancık avarçılık. Töt alim. Dedim ben. Aka. 3. Alim 3. Töt emez 3. Kavat ben beyde oturup sen. Töt alim ormanlıkta yamgoyu gidip bir dehanның kapısı kiripti. Aka 3 bu alim 3 töt olsan buzuldu 3. Şunun bilan bir alimning ishi chiqilib ketibdi. Am aşımı gapmi? O bir alimni ishi ketibdi. Qaqa ushtima jiri ketaylik ketyapti. Bu metganda ashu alimni ag'isini uygusin berib yetkazib bo'laverdi qo'y kapi deyapti degina. To'liq unutibdi. Shuning bilan bu 3 alim bo'ldi, ha? Birisi ketdi-ku. O'zini tindira olmayapti do'konda. Bir alim ketdi. Birinchi alim matematika alimga. To'g'ri dedim. İkinci alim tenteribe alimga. Tenteribe alim deb alim bo'ladi. Ben davat emas. Emas tenteribe emas. Fizik. Fakat tushunmadi derdim. Birinci alim matematik alim. İkinci alim nima alimga Ro'zaxon? Fizika to'qilaydigansan. İkinci alim fuhşchi alimga. To'qlani olaydigan alimga. İkinci alim ketdi. Üçüncü alim deyishiga men maya qara qilib madina bilsam. Üçüncü alim. Ma aya qara o'rtma. Sen bilemsen Ro'zaxon üçüncü alim nima alimga? İnsanshunos inson. Ha, yaxshi bir inson alimga. Gaplari bog'lasin unda ketaylik. Ulan Anda o'lish tarafga qarab meni poldiye bu yumor. Ulan birinchi alim debdi. Bu mesh nima uchun egiz? Debdi. Desa ikkinchi alim qane yetmey debdi. Endi o'ldi bu yumor. Bu quludigan yerini davatdi endi. Ay qane yetme jingda yeri shu. Endi o'ngshashmi imkoniyat yo'q. To'liq tuydam yaqin. Bunlar sen o'qsin David qoldi da. Shuning bilan ben bir alim debdi onunga. Nima qana yetmaydi o. Ben bir alim baba yetmedi de şu kana. Sonra bir alim valla durunlar debdi. O'ngshyanmay ketib bordi, talab ketib bordi, iqib ketib bordi, bayqo'sh. Shuning bilan dehqon chiqib. Ya uch olim. Ular demiş ki tek urushmadinglar debdi.
Rozaxonning cho'ng qizi Nargiza o'zi sizgan rasmni dadisini sovg'a qildi. Rahmat size. Anlaştırıp da herhalde ya. Mush fursatda Aycholpan bilan Munisanimi chaqiraylik mishaga. Aycholpan singlim. Bizning kelin bo'ldi. Vatan. Men kichigi chiqdi mana. Uyu. Rahmet size. Rozaxon bayiqi biz ko'rgandek ota-onasininki vafodor farzandi bo'lib qolmasdan mana Aycholpan singlimning yaxshi yo'ldoshi, yaxshi yulanchiki, chiroyli ikki qizimninki yaxshi dadisi, ulgilik, faxrlik dadisi. Baxtinglardan suyunimiz, texmi zo'r baxt, omad sizlarga yor bo'lsin, oilanglarga baxt tilaymiz. Albatta Aycholpan singlimning yaxshi qo'llashi bo'lmasa, ilhom madadlari bo'lmasa, balkim Rozaxonmi ko'ngli to'q holda yurtni tashlab, Urumchiga chiqib shuncha uzun vaqt kurash qilishi tas bo'lishi mumkin. Shundaqku, shunga barliq erlarning utuq qazanishida madad berayotgan suyumlik ayollarga mush fursatda hurmatimizni bildiramiz. Japatatdan umoq singlim. Japatatdan Aycholpan. Rahmat sana. Ishqinglar qanday bo'lib, kimsiz deb arasmisiz sizdan Nargiza? Siz mi qatnashdingizmi rasm sizishqa? Ha? Rasm siz tang sizish berdingizmi yo edingiz o'z sizdimi? Ustozim. Rahmat canım aktar. Rahmat. Paradgam Rozaxonning suyumli ustozi. Nahayat kamtar, nahayat oqko'ngil, nahayat suyumlik bir akamiz Paradgam. Nargiza o'zining nimishqi bu sovg'atni tanlaganligini deb bersin. Men dadamni yaxshi ko'rma. Japa chekdan dada. Ey canım balam. Bay Rozaxon dadisiga tikilib qarayolmay turib, o'zining muhabbatini shunda holatda ifodalagandi. Mana hozir Nargiza qizim dadisining ko'zi qarayolmay o'zining muhabbatini ifodalayotdi. Buningdan nima xulosam bor desanglar, muhabbat bilan hamma ishlar yaxshi bo'ladi ekan. Muhabbat boyada odam ko'klaydi ekan, ishlar yaxshi bo'ladi ekan, xayrlik bo'ladi ekan. Shunga muhabbatlik oilalar ko'z tegmasin. Bir-birimizdan muhabbatni ayamaylik. Zapatatdan so'ng Rozaxonning shu tirishchanliklari milliard kulki sahnasini ro'yobga chiqarish uchun ko'rsatgan tirishchanliklarini balkim nurg'unlarimiz tasavvur qilolmasligimiz mumkin. Shu jarayondagi eng qiyin kelgan ish kecha-kechalab paylion qilish emas. Balki ota-onasini seg'inish va oilasidagi ayolni va farzandlarini seg'inish bo'lsa kerak. Mush qiyinchiliklarni yengib turib, inimni japatatdi. Ham Rozaxonning Urumchida turish, Urumchidagi xizmat sababidan endi turolmasligi Aycholpanni charchatdi, lekin vaysimidi. Mushu mehr muhabbati qo'llashi bilan mana bugun hammamiz mushunda xushal kunga ulashdik. Shunga rahmat sana saqam japatatdim. Sizlarga rahmat. Rahmat sizlarga. Sana rahmat. Sen bu ağaçta muş işlerini hatırlayacağım kılaldım. Sana köp rahmet. Uyyu. Meryem bir soğa çıktı. Vah. Bu. İkisini tam tut. Vay inem. Şinjan vah soğudu çeklik şirketi. Rozaxonning yaxshi inisi mening, yaxshi inim. Rahmatulloh inimni so'g'itga. Rahmat inem, rahmat. Bak koşaldım. Avar bulsa. Kolumuzda muşuk geldik ya kan. Çok oylar bak ben yapsam şu kısa yakıştık hep oyunlamak. Rahmat sana. Muşuna apırıp da edengi bir etme çek koyup bunu şuna olan. Ben yok koy. Şeyge. Üzerine saklap koyar. Aycholpan'a ötküzüydü. Rahmat sana inim ha. Rahmat. Oy. Mal hatta Almirat Qiyimbek akam Ha. Otan qog'ozga yozilgan o'zligini Rozaxonga taqdim qilib, mendan avatdi. O Halmurat Qiyimbek akamiz. Salamat olsun. Rahmat. Sen bilan chaqchaq yetdi muradiga, to'xtamay izdan ya'ni al muradiga. Al Xumarga. Halmurat Qiyimbek akamiz rahmat.
Rozaxonning qandadisi? Qandadan deysiz? Rahmat. 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 Salomat bo'lin. Qo'lingizni bir tutib, omon bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat sizga. Xo'sh qadrdonlar, ko'rayotganinglar Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonluq adabiyot san'atchilar birlashmasi Al Nag'michilar jamiyati bosh bo'lib uyushtirgan Şinjan Paridio savdo cheklik shirkati tajdorligini ustiga olgan Şinjan Faxriy savdo cheklik shirkati alayda hamkorlashgan Şinjan Toshqin guruhi alayda qo'llagan Paridio milliard kulki sahnasi. Albatta bu yerda biz Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonluq adabiyot san'atchilar birlashmasi Al Nag'michilar jamiyatiga chin yuragimizdan rahmat aytamiz. Yetaklab, yo'l yo'riq berib, qo'llab berganiga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Mana mush Al Nag'michilar jamiyatining muavin raisi Anvar Ozod Elchin inimmi naq maydonda bor. Rozaxonmo Muşu Al Nag'michilar jamiyatining a'zosi shundaqku. Buningdan keyin yana nayt yaxshi asarlarni har millat do'stlarga sovg'a qilish uchun tirishchanlik ko'rsatdi. Rahmat. Endi sening bu vaqtingda yana rahmat aytdik. Sening hozirgi mazmuningning oxiri bormidi? Mening chaqchig'imning oxiri qoldi. Xo'shamsa. Nemish qanday bu buzilib ketib qoldi? Gullar bilan. Davomlashtiraylik. Türkçe sen teklif qilmadi. Bo'ladi. O battı emasmi oxiri yana azroq? Rahmat. Ayol bolalarimni ko'rib to'limi hayajonlandim. Menga mushundaq bir yaxshi bir bizning oilaga yaxshi bo'lgan bir kelinni tarbiyalab bergan qiynab qiynatlarimga chin dilimdan rahmatimni aytaman. Rahmat opa sizlarga.